Zo'ringilik bor, kechadan vodiy deydilar. Bugun keldilar, kutdim kelishlarini. Shu kuni Abdulloh Alsdan 8 ball olganini dadam o'ziga surpriz qilgan. Alsdan 8 ball olgan o'g'lim hozirgi kunda O'zbekistondagi eng nufuzli universitetlardan birida ta'lim olyapti. O'qishiga qo'shimcha ravishda ishlab, hattoki daromad ham qilyapti. Har oyning so'nggi kuni qilgan daromadidan menga ham alohida foizini ajratgan. Men ham onamga shu usulni qo'llayman, bergan pulim 10 barobar bo'lib qaytadi. Aslida bu usulni farzandim ham o'zim ham dadamizdan o'rganganmiz. Agar siz ham farzandingizni zo'r natijalar ko'rsatib, nufuzli universitetlarda o'qib, yetuk inson bo'lishni xohlasangiz, zo'r ma'lumot aytaman. Esingizda bo'lsa, ro'parasi 1 yil oldin Jahon School maktabi ochilganligi haqida sizlarga ma'lumot bergan edim. 1 yil bo'lishiga qaramasdan 100 ga yaqin o'quvchilarning yuqori natijalari, hattoki 15 yoshli o'quvchi ALSdan 8,5 ballni qo'lga kiritdi. Xalqaro sertifikatlar, 5 ta ALS 7,5, SAT va SIFR kabi sertifikatlar, o'nlab o'quvchilar xalqaro olimpiadalarda oltin, kumush va bronza medallarni qo'lga kiritdilar. Farzandi kelajagi befarq bo'lmagan ota-onalar uchun Jahon School maktabini tavsiya qilaman. Maktab haqida batafsil ma'lumot olishni xohlasangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.